Oke, nima mahsulot? Yengillikmi bu? Bu yengillik aka. Buni kvadrat metri 190 ming chiqyapti. Hop. Bu avvalgi, bu hozir ko'p joylarda, Ko'p joylarda nima? ko'p joylarda bu golisini sotishyapti, golisini. Go'li qanaqa bo'ladi? Rangsizmi? Rangsiz bo'ladi, o'sha MDF o'zi bo'ladi. Ko'p joyda o'shani sotishyapti mebelchilarga. Bu narsa endi mebelchilar ishlatadigan bilmayman, но bu uy ichiga tayyor, gotovoy ranglari bilan birga bo'ladi, aka. Orqasi qog'ozi. Orqasi qog'oz, любой rang qilib bera olamiz. Buni ko'p joyda ko'rdim, donalab sotishar ekanda. Hozir biz buni yengillik qildinglar, to'g'rimi? Yengillik bo'ldi. Yengillik qilib yopishtiryapsizlar, kvadratda 190 ming. Shunaqa. Bo'yi nechigacha qilib bera olamiz? Bu 280 qilib bera olamiz. 280 gacha, to'g'rimi? 280 ga. Объемdan muammo yo'q. Любой rang qilib beramiz, faqat zakazga, to'g'rimi? Faqat zakazga. Necha kunda uzoq tayyor bo'ladi? Bu endi yangi mahsulot, uncha qo'l o'rganmagan, o'shanga 10-15 kun kamida olaveramiz. Lekin vashchiga qarang, bemalol yoki hamma qilsa ham bo'ladi ekanda, qarang. Buni hozir boshqa rangidan ham ko'rsatsak bo'ladi, ko'chada turibdi o'shani, shunday chiqib ko'rsatdik. Ko'rsatamiz, yuring. Ko'rsating, qani. Tak, mana aka o'sha rangi. Bu kaltasi, to'g'rimi? Kalta bo'lganda bir obrazesga qilingan narsa-da bu. Ha, obrazesga birinchi qilingani shu-da. Shular. Mana ko'ryapsizlar o'zinglar uchun. Misol uchun agar sotishga bo'lsa, narxi boshqacha bo'ladimi? Yoki kattaroq ob'yem bo'lsa-chi? Endi optimga kelishiladi endi xo'jayin bilan. Kelishiladi, bo'l. Kimgadir shunaqa mahsulot kerak bo'lsa, akamga nomerini yozib qoldiraman, lekin noodatiy chiqqan, qarang. Mehrni cho'tgisini berishgan bor-ku. Aloqaga chiqaverasizlar, nomerini yozib qoldiraman, bemalol aloqaga chiqib xarid qiling. Undan tashqari boshqa ham nisbiy taroli ham bor. Trendbot sotirish bo'yicha chempion bo'lib ketdi, bor-ku. Kimgadir kerak bo'lsa aloqaga chiqaveringlar.